11-aprel kuni Samarqandda sodir bo'lgan ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Videoda chorrahada avtomobillar piyodalar yo'lagi oldida to'xtab turganini, fuqarolar, jumladan yosh bolalarni olib o'tayotgan ayollar yo'lni kesib o'tayotganida Lacetti katta tezlikda kelib ularni urib yuborganini hamda qarama-qarshi yo'lga chiqib ketganini ko'rish mumkin. Samarqand Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, voqea 11-aprel kuni soat 20:00 larda Samarqand shahri Nurli yo'l mahallasi hududidan o'tuvchi Rudaki ko'chasida sodir bo'lgan. 1997-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvida bo'lgan Lacetti piyodalar o'tish yo'lagidan yo'lni kesib o'tayotgan fuqarolarni urib yuborgan. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olgan piyodalar shifoxonaga yetkazilib, tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda ichki ishlar organlari tomonidan haydovchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi 266-moddaning 2-qismi bilan qo'zg'atilgan. Unda aybdor deb topilgan shaxs muayyan huquqdan mahrum qilinib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.